Salom qadrli do'stlar, qadrli zo'r mebel obunachilari, navbatdagi xonadonimiz mana mebellarni o'rnatganlik 2 yillik syomkasiga. Mana shu syomkasiga kelganimiz sababi xuddi shu mahallada, xuddi shu joyda protifida ro'para qo'shnisi mebel zakaz qilmoqchi ekan. Bu mebellarni ko'rgan, tavsiya berishgan, ishimiz yoqqan. Birato'la buni ham syomkasini qilib, o'z zakazimizni o'lchagani keldi, xudo xolasa. Bu mebelimizni qaysi oyida? Sentyabr oyida. Sentyabr 24-25-yili sentyabr oyida o'rnatgandik. 8 oy o'tdi-da, o'sha o'rnatganimizga. Hozir ana ukalari zakaz olish jarayonida o'zlari turganda, mana hozir mebel to'g'risida ikki og'iz o'zini fikrini eshitamiz, keyin chiroyli qilib avzuni qilib beraman. Ona mebelni sentyabr oyida qo'ygan edi 2025-yil. Mana hozir shuncha bo'ldi. Mana hech joyga hech narsa qilgani yo'q. Mebellar yaxshi. Hamma ko'rib, boshqalar zakaz bermoqda. Mana akamizga rahmat deymiz. Sizga ham rahmat. Maza qilib ishlatyapsizlarmi? Shunday aka. Katta rahmat. Tutib tursangiz, hozir men endi chiroyli qilib obzorini qilib beraman. Bu yerga adashmasam bir 70% nimikin shunaqa olinadi, zalog. 70% zalog olinadi. Qolgani qo'yganda Surat akamizning xonadonida turibmiz. Ya'ni hozir adresimiz Urgut tumani, Urgutga Tayloq tumani, qayer? G'olba mahallasi. G'olba mahallasi Soy qishloqida turibmiz. Bu yerlarga ko'p kelganmiz. Ya'ni o'sha Darvon ko'prikdan o'tgandan keyin ham o'tganmiz. Darvon ko'prigiga yetmasdan juda ko'p o'rnatganmiz. Elpakka qo'yganmiz. Jartepa ustaxonalarga qo'yganmiz. Bu yerlarga juda ko'p kelganmiz. Mana shu ko'p turgan mebellarda akril materialda, mokriy svetda, polniy jemchug zari bor ichida o'sha materialimizdan foydalanib qilib berganmiz. Gaz plitada chapdan o'yinlar, рабочий месталар, moykamizda chap qo'l tarafga, o'ng qo'l tarafga рабочий местalarini joylab, chiroyli qilib mebelni o'rnatib berganmiz. Bu yerga duxovkasiga joy tashlab qo'yganmiz. Hali duxovka olishmabdi. Холодильникda bo'lsa, ko'rayotgan bo'lsanglar, korobka qismiga olib berganmiz. Bu yerlarga bo'lsa, o'sha remontdan oldin kelganman bu yerga. Rezitka mana bunday joylarni ham mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hamma narsasini joy-joyida qilib ketganmiz. Fartugiga mana kulchatorlar, rozetkalar, mana tifal, mikser blender shu narsalar uchun. Vitishkalarimiz mana bunday hozir ulanmagan shekilli. Vitishkalarimizni mana o'rnatib berganmiz. Vitishkasini ichiga qilib olib kelib berganmiz. Keyin smesitelimiz mana jo'mraga pastga tushadigan haligacha mana chiroyli holatga ishlayapti, xudo xolasa. Mana shunday holatga ishlaydi. Moykalarimizni ham joylab berganmiz. Bu yerlarga mana qoshiq milkalar uchun poddomlar qo'yib berganmiz. Moykamizni past taraflarida mana bunday musor paqirlarni ham joylab berganmiz. Mebellar kelgan vaqtimizda o'zlar bilan maslahatlashgan holatda ranglardan tortib, fond dizaynigacha shu yerda qilib berganmiz. Bo'y pastroqligi uchun dapatalkagacha yetkazib berganmiz mebellar. Bismillah yozilgan kalon oynalarimizni qo'yib berganmiz. Stol ustiga bo'lsa zo'r mebel logosidagi kalon oynalarimizni qo'yib berganmiz. Pichoq naborlar ham, vishilka naborlar ham podarkaga olib kelib berilgan. O'rtadagi fartugi ham qilib berganmiz. Fartugini qaranglar bo'lsa, haligacha mana biron joyda bir ajrab ketgan yo'q, boshqa narsasi yo'q. Yaxshi holatda turibgan. Bu joydan mana shu burchakgacha bo'lgan masofasi biron joyda stig yo'q ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu degani, misol uchun mana moykada idish tovoq yuvyapti, yog'lama sachraydi bu yerga. Kafellar stig tushadi. Tushgandan keyin o'sha artib tozalagan paytda o'sha orasiga yog', kir, shunday narsalar to'planib beradi. Bunda unaqa narsa kuzatilmaydi, xudo xolasa. Mana shu narsamizni yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Fartuq termay qo'ya olinglar. Kafelni o'rniga biz o'zimizdan qilib beramiz hamma narsasini. Borib o'lchagan vaqtimizda birinchi mana bunday maketini chiroyli qilib yasaymiz. Undan keyin bo'lsa, o'sha mebellarni olib kelib chiroyli joyiga o'rnatib beramiz. Bu yerga bo'lsa mana bunday sushurka qismini ham joylab berganmiz. Sushurkasini ham ko'rasizlar. Sizlarga mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdan nomerlar bor. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar, xudo xolasa. Chiroyli ishlarni bitkazib beramiz. Mana bunday o'rnatilgan mebellar juda ham ko'p. Даже adreslari ham esimdan chiqib qolgan. Mana hozir zakaz o'lchagan vaqtimizda kelib syomkasini qilyapman. Xuddi shunga o'xshab biron joyda qolib ketgan bo'lsa, mana yaqinda bitta klientimiz yozdi. Surxondaryo viloyati Boysun tumaniga o'rnatganmiz.
Yo'lingiz tushganda обязательно kelib syomkasini qilib chiqib keting deyapti. O'zimni ham niyatim, maqsadim shu. Katta mebel 3 etajli patologgacha yasab bergan mebelimiz bor. Syomkasini joylaymiz ularga ham. Shu taraflarga yo'lim tushib qolsa bo'ldi, xudo xolasa. Yaqinda Termizga ham mebelimiz bor, olib boramiz. Inshaalloh, xudo xolasa. Kuzatib turinglar, xudo xolasa. Yangiliklar ko'p, nasib bo'lsa aloqada bo'lamiz, bemalol aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan yana qaytib zo'r mebelda ko'rishguncha.